Assalamu alaikum. Hürmetli qarindoshlar, men qarindishimlar Nabijan Allah. Bugün yani imza toplashga doir ba'zi bir masalalarni har birlari bilan o'rtoqlashish uchun bu videoni, programmani ishlayapman. Hamda hozir hammamiz bilganimizdek Avstraliyadagi imza toplash faoliyatining kuni 12 sentabr oxirlashadi. Bu 10 ming imzoni toplash uchun butun dunyodagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar atrofidagi va o'zi oilaviy shaklda buning safarbar qilinib imzo to'plash jiddiy shaklda ilib berilmoqda qarindoshlar. Ko'plagan qarindoshlarimizning buningga faol qatnashishi, buning ovoz qo'shishi bilan hozir 5 mingdan oshib qolgan bo'lishi mumkin. Aniq sonini ko'rmadim. Lekin biz buning agishib tünügünden başlap yani bu Amerika'daki 100 bin kişilik namayişninki Jack degan bir Uygur davasıga yakında yardımcı bolayotgan bir kişinin seferberlik bilen Aksaray'da bu imza toplaş faaliyetini torbetedi. Bunu elip çıktı. Demek meyli Amerika'daki imza toplaş olsun 100 bin kişilik, meyli Avustralya'daki olsun, meyli bunun keyinki yana imza toplaş faaliyetleri oturuğa çıkıdığan Avrupa'daki, Kanada ve başka devletlerdeki bu faaliyetliğe nispeten biz yana izchil turda o'zimizning shu tasdiq qilgan ilxat adresimiz bo'yicha hammasiga imzo atsak bo'ladi. O'zimiz imzo etishdan boshqa O'rta Osiyodagi qozoq, qirg'iz, o'zbek, tatar, mushu Sharq Turkistonda yashayotgan va O'rta Osiyoda mustaqil davlatlar va bo'lgan qarindoshlarimizga buni tashviq targ'ib qilsak bo'ladi. Türkiye'deki bir coğrafiyalik orunda Türkiye'de yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızın soni ko'p. Hem shuni bilan birga bizga naydik bag'rini echib kelayotgan Türk xalqiga bu imzo etish kampaniyasini, bu faoliyatini tashviq qilsak, ularning imzo etishga rag'batlantirsak nayt yaxshi bo'ladi deb qarayman. Bu 100 bin kişilik fakat Uygur'un imza kesadigan iş emas qarindashlar. Meyli Amerikalık olsun, meyli dünyanın nerede yaşayotgan şu nüfus insan perver qarindoshlarning bunun imzası buludu. Bunu fakat bir imzada biz Uygurlar birimiz 10'ni, 20'ni, 30'ni elip bundaq tolduruşunun acıtı yok. Bunu fakat üzümüz tolduruşla birge ailemiz bilen anın dinkin etrafımızdaki qarindoshlarımızga bunu teşvik qilib qo'ysak, bunu keng yeyib qo'ysak, bunu targ'ib qilsak, bunu o'zimizning uchur vositalarida bunu yaysak, bunu keng teşvik qilsak, inshaalloh buningga yana ovoz qo'shadigan qarindoshlarimiz cho'qim chiqadi. Bunu bununla izchil turda fidokorlik qiladigan, bununla yordamlashadigan qarindoshlarimiz chiqadi, ham buningki ham chiqadi. Buning bilan birga biz imzo to'plash bir vosita qarindoshlar. Xuddi namoyish, imzo to'plash, andan keyin boshqa shakldagi qarshilik faoliyatlar bu vosita. Bu faqat qanday deganda bu Sharq Turkistonning umumiy vaziyatini butun dunyoga buni tushuntirish, buni anglatish, buning hozirgi bir millatning erkiy qirg'inchilik uchrayotganligidagi reallikni dunyoga jakarlash. Buningga ko'plagan dunyodagi insonlarning buning ovoz qo'shishi, mayli musulmon davlatlardagi arab qarindoshlarimiz bo'lsin va boshqa musulmon Paris musulmonlari bo'lsin, millatidan bo'lgan yo boshqa hamma insonlarni buningga ekirish, yani bunu tushundirish, bunu Xitoyning hozirgi rezilligini, yani bir millat sifatida yo'qotib yotgan, qirg'in qilayotganligidek bu reallikni bularga tushundirish, ichish. Uning uchun bu bir vosita. Buni nayt sağlam şekilde, nayt redlik, nayt planliq elib berishimiz nayt muhim. Onun için bu uslub jihatda birimiz 100'ni, 200'ni to'ldirib yurishning o'rni yo'q. Faqat atrofimizga qarindoshlarimizga kuchimizdan yetishicha buni yaysak, bunu tushundirsak bo'ladi. Amerikaning imzo to'plashimizning vaqti 30 kunkan, ya'ni 10 ayning 6 kunigacha davom qilgan qarindoshlar. Avstraliyaning 9 ayning 12 kuniga tugadi. Oxirlashdi. Uning qarindoshlarimiz nayt kuchayotdi. Bunun için kılgan neymingi bu imza toplaş faaliyetleri bu şekilde bir tertipte sistemini berpa kılıp alırsak arkadaşlar, bu sistemin içinde bu işini devam kılıverimiz. Aldığımız kilovatkan 9. ayının 17-18 mu bu Amerika New York Birleşken Milletler Teşkilatı'nın benim aldığı bir yığım namayış var. 11. ayının 6. güne 11. ayının 6. güne arkadaşlar Cenve'de bizim bütün
qarindoshlarımızning ishtirok qilishi bilan Janvada Xitoyga qarshi Xitoyning hisob beradigan yana bir kunida butun Xitoyning 100 dan kishilikdan ortiq o'mak keladigan bu naq maydoniga biz Yevropa boshliq butun Uyg'ur qarindoshlar sharoiti to'g'ri keladigan boshqa davlatlardan keladigan imkoniyat yor bergan qarindoshlarimiz bu yerga to'planib Xitoyga qarshi bu yerda lagerlerini, tinib olgan lagerlerini biz əmli dəlil isbatlarımız bilan özümüz qatnışıb turib, özümüzün əmli avazlarımız bilan bunu paş qılımız qarindoshlar. Bu mu bir vasitə? İnşallah bu şəkildə biz cemaat fikir toplab Xitoyni xalqarada bu qıstaş ekilimiz bunu taqtışqa mecburlaymiz. Bunun xalqaradan hər xil şəkildə çağrı qolunuşqa xalqarani səfərbər qilishqa biz sebepçi bulumuz qarindoshlar. Shuning uchun da'vo bizninki, ayadagi tuqqan bizninki, vatan bizninki, ayadagi şehit bo'layotgan xalq bizninki qarindoshlar. Shuning uchun buningga biz o'zimiz ega chiqishimiz kerak. Buningga biz o'zimiz boshlamchilik qilishimiz kerak. Biz buningga fidokorlikni biz ko'rsatishimiz kerak. Anandan keyin boshqa qarindoshlarimizni buningga da'vat qilishimiz kerak. Bu ham tashviqotda bo'lsin, mayli iqtisodiyotda bo'lsin, mayli her xil qo'limizda nima imkoniyat kelsa shuni qilishga hammamiz hozir bo'lishimiz kerak. Mana hozir biz jang qilyapmiz qarindoshlar. Xitoy tenib olib boradi, har xil shaklda buni to'sash uchun urinyotadi, nurg'un pul, har kuch qilyotadi, lekin biz buning uchun Allohning yordami bilan adolat suyadigan, haqiqat suyadigan, haq taraf turadigan insonparvar dunyo jamoati bilan biz Xitoyga qarshi harakat qilamiz inshaalloh. Onun için qarindoshlar buningga yaqinda buning foydasi qanday bo'ldi, ziyni qanday bo'ldi, u bu emas. Biz ziyon tortyapmiz qarindoshlar. Biz ziyon tortyapmiz. Biz qo'limizdan kelganini qilamiz. Natijasi Alloh xos. Buning uchun biz imzo etishga yarsak, imzo atamiz. Sho'r to'lashga yarsak, sho'r to'laymiz. Bayroq chiqarish to'g'ri kelsa, bayroq ko'taramiz. Qo'limizdan hozir qanday imkoniyatimiz bir fursat bo'ladi ekan, biz hech qanday fursatni qo'ldan berib etmaymiz. Bunun için hemimiz hazır bo'lamiz, hemimiz atılımız inşallah. Şunun için mening har birlarga tavsiya qildig'im bu qarindoshlar, vaqt munosabati bilan mishal so'zimni oxirlashtirma. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.